nechinchi oktyabr? 22 oktyabr. Haftaning qaysi kuni bolalar? Qaysi kuni haftaning? Haftaning chorshanba kuni. Juda ham yaxshi. Qani biz qaysi diyorda yashaymiz? Go'zal O'zbekistonda yashaymiz. Juda ham yaxshi. Bizda hozir qanday fasl? Siz buni aniq bilasiz. Oltin kursdan biz o'qishni boshlaymiz. Juda ham yaxshi. Bolajonlar, o'zi bilim olish bizga nima uchun kerak? Bilim olgan inson bo'lur Donolar. Juda ham yaxshi. Bolajonlar, bizda hozir qaysi dars? Savod darsi. Savod darsini biz qiziqish bilan o'tamiz. Juda ham yaxshi. Bolajonlar, bugun darsga hamma sog' omon bo'lib, tayyor bo'lib keldimi? Juda ham yaxshi bolajonlar. Darsimiz savod darsi. Savod darsida biz sizlar bilan nimalarni o'rganamiz? Nimalarni o'rganamiz? O'qishni, yanachi harflarni, tovushni, matnlarni, harflarni, bo'g'inlarni. Juda ham yaxshi. O'tgan darsimizda biz qaysi mavzuni o'tgan edik? Y tovushini o'tgan edik. Qani birgalikda Y tovushini she'rini bitta qaytaraylikchi bolajonlar. Asli juda ko'p bo'ladi. Juda ham yaxshi bolajonlar. Sizlar bilan bugun biz yana Y tovushini mustahkamlaymiz. Bilasiz, bitta tovushni ikkita darsimizda o'tamiz. Shundaymi? Demak, o'tilgan darslarimizni takrorlab olish uchun darsimizdan oldin bitta o'yin o'ynaymiz. Doskaga e'tibor beramiz. Doskada nima bor? Baliqlar va akvarium bor. Baliqlarning ichida nimalar bor? Bo'g'inlar bor. Siz bo'g'inlardan menga so'z tuzib berishingiz kerak. Undan oldin bitta guruhlarga bo'linib olaylik bolajonlar. Bugun darsimizni guruhlarga bo'lib o'tkazamiz deganmiz, ha? Demak, bizda 3 ta guruh bor. 3 ta guruh o'zlarini tanishtiradi turli tillarda. Qani birinchi guruhni eshitaylikchi? The sun is bright, the sky is so blue. We love to run and try this new. With books and ships, our mind is take life. This is our group Zukkolar. Juda ham yaxshi. Birinchi guruhimiz nomi Zukkolar ekan. Qani ikkinchi guruhimiz? Juda ham yaxshi. Donolar ekan. Keyingi guruhimiz? Ertalabdan quvonch ila darsga bordik niyat ila har bir harfda har bir so'zda nur yashirin mehr so'zda kitob ocharkan olamni berar har bir damda. Juda ham yaxshi. Demak, bizda bilimdonlar, donolar hamda zukkolar guruhi bor ekan. Birinchi bo'lib, donolar guruhidan chaqiramiz Azamjon va Samirani. Keling. Qani baliqchalarimizdan biz bo'g'inlar tuzishimiz kerak. Ellik. Juda ham yaxshi. Azamjon ellik so'zini tuzdi. Juda ham yaxshi. Sizchi? Olma. Olma. Juda ham yaxshi. Yana kim keladi? Keling, Husanjon. Yana kimni chaqirayin bu yerda? Keling, Javohirjon. Elbek. Dema. Juda ham yaxshi o'g'lim. Dema. Bu olinmay qoldimi? Juda ham yaxshi. Elbek hamda Dema. Bu guruhdan keladi Faridjon va Hasanjon. Faridjon oling. Yaxshi. Ma. Qanday so'z bo'ldi? Kema. Juda ham yaxshi. Qanday so'z bo'ldi? Bekat. Juda ham yaxshi. Demak, bolajonlar, bugun har bitta shartlarni bajarganingiz uchun mendan rag'bat quyoshchalarini olasiz. Xo'pmi? Demak, 3 ta guruhimiz ham to'g'ri topganligi uchun rag'bat quyoshchalariga ega bo'ldi. Bolajonlar, darsimizni boshlaymiz. Hamma menga qaraydi. Darsimizni bilasiz, qoidamiz qanday edi? Eng asosiy qoidamiz o'ng qo'l qoidasi. Shundaymi?
Sizlar bilan bugun y tovushini yana bir marta o'tib mustahkamlab olamiz. Demak, y tovushimiz unli tovushmidi, undosh tovushmidi? Undosh. Y'ni talaffuz qilayotgan vaqtimizda tilimiz o'rtasi nima bo'lar edi? Yuqoriga chiqar edi. O'zi undosh tovushlarni qanday talaffuz qilar edik? Qanday talaffuz qilar edik? Cho'ziqmi, qisqami? Qisqa. Unlilarni qanday talaffuz qilar edik? Cho'ziq talaffuz qilar edik. Unlilarimiz nechta edi o'zi? 6 ta edi. Bitta aytaylikchi? A, O, U, O, I, E. Juda ham yaxshi. Y tovushidan boshlanuvchi hamda y ishtirok etuvchi so'zlarni sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Bo'ldimi bolalar? Yelimni bitta bo'g'inga bo'laylikchi? Ikkita. Juda ham yaxshi. Bunisichi? Yo'l. Yo'lni bo'g'inga bo'lamiz. Bitta. Bunisichi bolalar? 7 ni bo'g'inga bo'lamiz. Yaxshi. Imronbek, 7 so'zida nimani ikkita eshityapsiz? 7. T'ni ikkita eshityapmiz. Juda ham to'g'ri. Bu nima? Yo'lbarsni bo'g'inga bo'laylikchi? Necha bo'g'in bo'ldi? 2 ta bo'g'in bo'ldi. She'rini sizlar bilan qaytardik. Ana endi so'zlarni birma-bir yana bir marta o'qib chiqamiz. Men sizga uyga vazifa qilib bergan edim, ha? O'qib kelishni. Demak, Ibrohimdan boshlaymiz. Yel. Imronbek. Aha. Husanjon. Yo'l. Javohir. Yon. Temurjon. Yot. Javohir. Yem. Diyorbek. Yuk. Juda ham yaxshi. Azamjon. Yoy. Muhammadnur. Samira. Keyingisiga o'tamiz. Samirajon o'qiymiz qizim. Yel. Yelka. Yelka. Hasanjon. O'qiymiz. Yet. Yetti. Juda ham yaxshi. Farid. Ya. Yana. O'qiymiz. Ansor. Yo'lak. Chiqib ketdimi? Qaysiga keluvdik? Bu nima bo'lib qoldi endi? Hay, mayli, o'qib qo'yamiz. O'qiylikchi? Yakun. Aminajon. Ye. Yelim. Yelim nima edi o'zi? Yelimni biz nimada ishlatar edik? Qaysi darsda? Texnologiya darsida ishlatar edik. Juda ham yaxshi bolajonlar. Sizlar bilan biz o'tgan darsimizda yelkanli kema matnini o'qigan edik. Shundaymi? Sizga ham men uyga vazifa qilib o'qib kelishni aytgan edim. Bobom katta yelkanli kema olib keldi. Bobom nima olib keldi? Kema olib keldi. Qanday kema olib keldi? Katta yelkanli kema olib keldi. Men u bilan o'ynayman. Nima qilaman men u bilan? O'ynayman. Yelkanli kema yelkani matodan tikiladi. Nima tikiladi? Matodan nima tikiladi? Kemaning yelkani tikiladi, dedi bobom. Bobosi nima debdi? Yelkanli kemaning yelkani matodan tikiladi deb aytibdi. Juda ham yaxshi bolajonlar. Endi hamma daftarini ochadi, 2 qator y harfini yozib chiqadi. 2 qator yozamiz va darsimizni davom ettiramiz. Partaga to'g'ri o'tiramiz. Qanday o'tirish qoidamiz bor edi? Oyoqlarimiz juft holatda, gavdamizni tikka qilib. Mana bu topshiriq bor sizda. Bormi? Bu sonlarni tartib bilan qo'ying. Birinchi qaysi sonimiz keladi? 1da qaysi harf turibdi? K. Ikkinchisi-chi? 1dan keyin nechi keladi? 2. 2da qaysi harf? I. 2dan keyin nechi keladi Husan?
3. 3 harfini qo'ying. Bizda so'z hosil bo'ladi. Bo'ldi qizaloq. Davom ettiramiz bolajonlar. Sizlar bilan bitta o'yin o'ynaymiz. Har bitta guruhdan bir kishidan chiqadi. O'yinimiz nomi Men kimman? Sizni boshingizga men bir nimani rasmini kiygizib qo'yaman. Siz uni savol berib guruhingiz orqali topishingiz kerak bo'ladi. Savollar qanday bo'ladi? Men osmondamanmi, yerdamanmi? Men qaysi tovushdan boshlanaman? Men nima uchun kerakman? Meni rangim qanaqa kabi savollarni berishingiz mumkin. Xo'pmi? Birinchi guruhdan kelsin, Muhammad Nur kelsin. Demak, Muhammad Nurga ko'rsatmaymiz. Qani? O'zingizni guruhingizga siz savol berasiz, faqat guruhingizdagi o'quvchilar sizga javob beradi. Qolganlar jim o'tiradi. Xo'pmi? Qani, savollaringizni bering. Men kimman? Men osmondamanmi, yerdamanmi? Osmonda. Men nima uchun kerakman? Nima uchun kerakman men? Tomosha qilish uchun. Yaxshi, yana-chi? Kechqurun. Ha, kechqurun yo'llarimiz yorqin bo'lishi uchun. Yana-chi? Rangim qaysi rangdan boshlanadi? Qizilmi, sariqmi? Sariq. Qaysi tovushdan boshlanadi? Ye tovushidan. Qani? Siz nimasiz? Siz nimasiz? Yulduz. Yulduz. To'g'ri topdikmi? Juda ham yaxshi. Mana sizga bitta rag'bat quyoshchasi. Keyingi guruhdan Imronbek keling. Imronbek keldi. Qani, savollarni berishni boshlayman. Men osmondamanmi, yerdamanmi? Qayerdaman? O'zini guruhi javob beradi. Keyinchi? Men qaysi tovushdan boshlanaman? Qaysi tovushdan? Ye tovushidan. Yana-chi? Men nima uchun kerakman? Yeyish uchun. U nima uchun kerak? O'zi nima uchun foydali bizga? Miyamizga foydali ekan, yedan boshlanar ekan. Demak, u nima ekan? Yedan boshlanadi. Ha, u yong'oq. Yong'oqmi? Ha, juda ham yaxshi. Sizga ham bitta rag'bat quyoshchasi. Keyingi guruhdan Ansor kelsin. Yaxshi, guruhingizga qaraysiz. Qani? Osmondami, yerdami? Yerda. Yerda. Qaysi tovushdan boshlanadi? Men hayvonmanmi? Yo'q, hayvon emas ekansiz. Men qaysi darsga? Texnologiya darsiga. Texnologiya darsida kerak ekansiz. Nima ekansiz? Nima ekan? Yelimmi? Yelim. Juda ham yaxshi. O'tiring. Sizga bitta quyoshcha. Demak, bizda dam olish daqiqasiga sizga men puzzlelar chiqarib kelganman. Sizning vazifangiz bu puzzlelarni yasash bo'ladi. Birgalikda o'rnimizdan turmaymiz, o'rtaga qo'yib yasaymiz. Hali boshlamay turing, hammaga berib olay. Yo'q, sizlarga buni bermoqchi edim. Shovqinsiz, bilasiz, shovqin qilmagan o'quvchilar dars oxirida yana bitta quyoshchaga ega bo'ladi. Boshladik. Shovqinsiz, o'rtaga qiling, o'rtaga. Birinchi bo'lgan guruhga ikkita quyoshcha. Juda ham yaxshi. Birinchi bo'lib bajarganingiz uchun sizga ikkita quyoshcha. Qaysi ertak ekan bu? Qaysi ertak? Bo'g'irsoq ertagi. Juda ham yaxshi.
Demak, siz ham bo'ldingiz. Qaysi ertak bu? Qaysi ertak? Sholg'om ertagi. Juda ham yaxshi, o'tiramiz endi. Bizda oxirgi guruh qoldi. Qani? Bular ham bo'ldi. Qaysi ertak bu? Uycha yaqinda sahnalashtirgan edik. Sizga ham bitta quyoshcha. O'tirib olamiz joyimizga. Javohir, joyimizga o'tiramiz. Joyimizga. Demak, hamma menga qaraydi. Diqqatingizni menga qarating. 5 dan oxirgacha sanaymiz. Qani? 5. Juda ham yaxshi. Keyingi topshiriqqa o'tamiz. Keyingi topshiriqimiz matematika faniga bog'langan. Hamma menga qaraydi, Diyorbek. Demak, biz sizlar bilan sonlarni o'sish hamda kamayish tartibida joylashtirishni o'rgandik. Shundaymi? Hozir sizga men misollar beraman. Misollarning javobini yechasiz, tagida harflari bor. Javoblariga qarab siz o'sish tartibida joylashtirsangiz, bizda Y dan boshlanadigan tovushimiz, so'zimiz hosil bo'ladi. Bu sizga, bu sizga, bu sizga. Birgalikda. Demak, sizda qanday so'z hosil bo'ldi? Yomon so'zi hosil bo'ldi. Yaxshi, keyingi guruhdachi? Bo'ldikmi? Qanday so'z hosil bo'ldi? Yelka o'sish tartibida qo'ydik. Yelka so'zi hosil bo'ldi. Sizda-chi? Siz bugun ancha orqadasiz. Yelkan so'zi donolarda, Alijonov o'tiramiz. Yelka so'zi zukkolarda, sizda esa yomon so'zi hosil bo'ldi. Topshiriqqa o'tamiz. Matematikaga ozgina qaytib oldik, a? Demak, e'tibor beramiz. Bu nima, bolalar? Nimani rasmi? Ferma. Sizlar bilan bizning ferma o'yinini o'ynaymiz. Bunda biz uy hayvonlarini o'tganmiz. Qaysi darsda o'tganmiz? Qaysi darsda o'tganmiz uy hayvonlarini? Tabiiy fanda o'tganmiz. Sizlar mana bu yerdagi uy hayvonlari va kerakli anjomlar bilan bizning fermani to'ldirishingiz kerak. Sizga quyoshcha berdimmi bolalar men dam olish daqiqasiga? Dam olish daqiqasiga berdim, matematikaga bermadim, a? Demak, bizning fermani to'ldiramiz bolajonlar. Hayvonchalarimiz bor. Birinchi guruhdan menga kim keladi? Javohir. Yana kim keladi? Diyor. Yana bir kishini chaqiraylik. Keling. Traktor qani? Qaraymiz, ustozlarga qaraymiz. Lablarimiz bir-biriga tegadigan undoshlarimiz bormi? P, B, M. Juda ham yaxshi. B, P, M. Joylashtirdik. Juda ham yaxshi. Qani? Sizniki. Tovushlarni nima qilamiz? Tovushlarni nima qilamiz, o'g'lim? O'qiymiz. Tovushlarni nima qilamiz? Bugunga Tovushlarni nima qilamiz? Eshitamiz. Eshitamiz. eshitamiz, aytamiz. Eshitamiz, talaffuz qilamiz. Yaxshi, o'tiring. Qani Azamjon? Lablarimiz va tishlarimiz bir-biriga tegadigan undoshlarimiz bor ekan. Ikkita edi. Qaysi edi? V. Yana-chi? Kim yordam beradi? V, F. Mayli. Azamjonnikini ham yopishtiramiz. Keyingi guruhdan chaqiramiz. Husanjonni. Temurjon, keling. Bo'g'iz undoshi. H mi yoki H mi? Qaysi biri? H. Yaxshi. O'zbek tilida nechta tovush va nechta harf bor? Nechta tovush, nechta harf bor? Harf 29. Harflar 29 ta. Tovushlar 30 ta. Nima uchun 30 ta edi bolalar? Qaysi tovushni biz ikki xil talaffuz qilardik? Qaysi? J ni J deb ham talaffuz qilamiz. Amina, Farid, keling. Harflarni nima qilamiz, Faridjon? Harflarni nima qilamiz? Yozamiz. Yozamiz.
o'qiymiz. Juda ham yaxshi. O'tiring. Tovushlardan nimalar hosil bo'ladi? Tovushlardan bo'g'inlar, bo'g'inlardan so'zlar, so'zlardan gaplar, gaplardan matn tuziladi. Aferin o'g'lim. Juda ham yaxshi. Qani Aminajon, qaysini olamiz qizalog'im? Shuni olamiz. So'zda nechta unli bo'lsa, shuncha nima bo'ladi? Bo'g'in bo'ladi. Juda ham yaxshi. O'tiring. Bizda bitta qolib ketdi. Kim keladi? O'zbek tilida nechta unlilar bor qizalog'im? 6ta. 6ta. Bitta sanab beringchi. A, O, U, E, I, E. Juda ham yaxshi bolajon. O'tiramiz. Demak, 3 ta guruhdan ham faol qatnashganligi uchun yana bittadan quyoshchalarni beramiz bolajonlar. Hamma ye tovushiga tushundimi? Qani menga qarangchi bitta. Muhammad Nur, menga bitta yomon so'zini bo'g'inga bo'lib tovushlarini aytib bering. Boshqatdan. Yomon. Ye. Nechta unli bor? 2 ta bor. Yaxshi. Diyorbek, yo'q so'zini bo'g'inga bo'lib bering. Yo'q. Yo'q so'zini bo'g'inga bo'ling. Yo'q. Yo'q, bitta. Tovushlarni aytingchi. Ye. Yo'q. Nimada tugadi? Qda tugadi. Yaxshi. Ansorbek, qani menga yelkan so'zini bo'g'inga bo'lib bering. Tovushlarni aytamiz. Juda ham yaxshi. Mubina, menga siz bilimdon so'zini bo'lib beringchi. Aytaylikchi tovushlarini. B, I, bilim. Idan keyin nima eshityapsiz? I, M, bilim, don. O, juda ham yaxshi bolajonlar. Hamma ye tovushiga tushundi? Hamma tushundimi? Juda ham yaxshi. Yana bitta qaytarib olaylik bolalar. Tovushlardan nimalar hosil qilar edik? Tovushlardan nima? Darsimizdan tashqari yana bitta amaliyot bajaramiz. Yana bitta topshiriq. Bu nutqimizni oshirish uchun kerak. Ko'ryapsiz, bizda nima bor? Rasm bor. Men tinchligingizni saqlagan holda Imronbek. Qo'ying uni. Men sizga rasmda nimalar borligini birma-bir so'rayman, faqat men so'ragan o'quvchi javob beradi. Undan keyin esa bu so'zlardan gaplar tuzamiz. Keyin esa xotiramizni sinab ko'ramiz. Xo'pmi? Rasmda nima ko'ryapsiz, Mubina? Bitta-bittadan so'z aytamiz. Rasmda nima ko'ryapsiz, Ansorbek? Bola. Rasmda nima ko'ryapsiz? Daraxt. Rasmda nima ko'ryapsiz, Muhammad Nur? Barglar. Diyorbek, rasmda nima ko'ryapsiz? 4 nafar odam. Yaxshi. Temurjon, nima ko'ryapsiz? Barglar. Yaxshi. Ibrohim, nima ko'ryapsiz rasmda? 2 o'g'il, 2 qiz. Demak, bolalar, rasmda qanday fasl? Yoz fasli. Rasmda necha nafar bola bor? 4 nafar. Necha nafari qiz bola? Necha nafari o'g'il bola? Yaxshi. O'g'il bolaga ism qo'yaylikchi. Ism qo'yamiz. Muhammad Nur bilan Ansor. Muhammad Nur bilan Ansor. Qizlarga ism qo'yamiz. Qizlar. Amina bilan Mubina. Demak, Aminaning sochlari qanday rangda? Qanday rangda Aminaning sochlari? Sariq rang. Mubinaning sochlari qanday rangda? Qanday rangda? Malla rangda. Xo'p, Muhammad Nur nima qilyapti? Nima qilyapti? Daraxt ekyapti. Xo'p, Ansor nima qilyapti? U ham daraxt ekyapti. Yaxshilab e'tibor bering. Rasmga yaxshilab qarang. Kimning sochi qanday rangda, kiyimi qanday rangda? Yaxshilab qaraysiz. Keyin xotirangizni sinab ko'ramiz. Demak, bizda yoz fasli 4 nafar bola bor, 2 nafari qiz bola, 2 nafari o'g'il bola. Yaxshilab qaradingizmi? Demak, hozir ko'zingizni yumasiz. Men bitta-bitta beraman. Tushunarlimi? Demak, ko'zimizni yumamiz, faqat men so'ragan o'quvchi javob beradi. Ko'zingizni yuming.
Alijonov Javohir. Darsda necha nafar, rasmda necha nafar bola bor? Men Alijonov dedim. Mubina necha nafari qiz bola? 2 nafari. Amina necha nafari o'g'il bola? 2. Yaxshi. Javohir. Aminaning sochlari qanday rangda? Qanday rangda Aminaning sochlari? Yo'q. Aminaning sochlari qanday rangda, Temur? Sariq. Yaxshi. Muhammad Nur nima qilyapti? Diyorbek daraxt ekyapti. Tikka turgan bolaning ismi kim edi, Imronbek? Muhammad Nur. Yaxshi. Mubinaning sochlarining rangi qanday edi, Farid? Jigar rangda. Xo'p, Muhammad Nur ustiga qanday kiyim kiygan edi? Rangi qanday edi? Ko'k edi. Ansorning kiyimi qanday rangda edi? Yashil rangda edi. Bolajonlar, bizda rasmimizda kuz fasli. Yo'q. Qaysi fasl? Yoz fasli. Xo'p, yozmi, bahormi? Daraxtni qaysi faslda ekamiz? Qaysi faslda daraxt ekamiz? Bahorda, erta bahorda biz daraxtlarni, ko'chatlarni ekamiz. Juda ham yaxshi. Xo'p, kimning yonida chelak turgan edi? Kimning yonida chelak turgan edi? Yaxshilab eslaymiz. Kimning yonida? Aminaning yonida chelak turgan edi. Juda ham yaxshi. Boshimizni ko'taramiz, bolajonlar. Sizlar bilan savod darsimiz shu bilan nihoyasiga yetadi. Endi quyoshchalarni sanaymiz. Men yaxshi o'tirgan guruhga men quyoshcha beraman degan edim. Menga eng yoqqan guruhni tartibim bu guruh bo'ldi. Ana endi quyoshchalarni sanaymiz. Qani qaysi guruh g'olib bo'libdi? Sizda nechta quyoshcha? 1, 2, 3, 4, 5 ta. Sizda-chi? Nechta? 5 ta. Sizda-chi? 6 ta. Demak, bizda bugungi darsimiz g'olibi bilimdonlar guruhi. Qarsak chalib qo'yamiz. Juda ham yaxshi. Sizlarga uyga vazifa, Y tovushini yana bir marta o'qiysiz. Qolgan darslarni ham takrorlab o'qib kelasiz. Tushunarli-a? Rahmat. Bilim darajasi shuncha bo'lishi o'zi nima? Ancha oldinlab ketgan, hozir bular arifon tugattirayizmi deb qo'ygan. Bular ko'p tugat. Rahmat ustoz. Ancha oldindan fikrlashi ham zo'r. Bunday hozir qarab turibmiz, birinchi sinf o'quvchilari hali savod o'rganish davrida, yangi yilgacha, dekabr oyigacha. Ular o'qishi ham yaxshi, fikrlash doirasi ham beryapti-ku raqamlar. Juda ham yaxshi bo'g'inlar, harflar, so'zlar, unli tovushlari to'liq ajratyapti. Yo'ldoshlarni ham, lab tovushlari hammasini zo'r Qayerda hosil bo'lishi qanday? Darsdan oldin so'rayman-da men har kuni. Rahmat ustoz. ancha oldinda. Rahmat. O'zim maza qildim darsingizni. Metodlaringizdan zo'r. Rahmat. Yangi mos